Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchi insonlarimiz. Men poytaxtimiz Toshkentga kelganman. Viloyatliklar kelmasin degan edi-ku, bir opoqimiz. Nima desam ekan, dunyo go'zali malikamiz bor edilar. 15 ga dam olyaptilar adashmasam. O'zlari ham Qo'qondan ekanlar. Jonlari Qashqadaryodan ekan. Ha, u masala gusalarni qo'yaylik. Sveda o'chibdi. Mana Samarqand Davro'zaga bir aylanib kelaman desam, zirqli mashinalar tayyorlangan nima? Operdeni spesnasimi nima deydi? Avtomat, balobatar. Hamma ashqol-dashqollar taqib turadi-ku, nima deydi? Esimdan chiqib ketibdi. Shular bilan o'rab olingan, hamma joyda, hamma eshigida sveda o'chgan deyapti. 1,5-2 soatdan keyin o'chiladi deyapti. Ko'p fuqarolarimiz ham mana kutib turishibdi, qizlar bu tomonga. Boshqa joyda ham bo'lsam, metro tomonda edim. Bu yerda ham sveda o'chib qoldi, yarim soat oldin. Bu yerga mana kamida 40 minutdan oshyapti. O'tiribmiz. Bir aylanib bir choy ichib ketamiz desak ham bunaqalar prokuraturaga borsammikan? Shibaxona yo Shohruh Yo'suftovga borsammikan? Ichki ishlar vazirligiga Akmal Pardayevni soxtalashtirgan hujjatlar bo'yicha munosabat berishi, promil qilib shu savollarimga bir javob olsammikan deb o'tiribman. Lekin qorinni to'ydirish kerak birinchi o'rinda. Aytadi-ku, ishkomissiar o yog'in tojiklar bilan. Bu yog'ini aytmay. Salom o'qi, sizga gap yo'q. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, va alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum desangiz yaxshiroq bo'ladi. Mixail Mardonov, assalomu alaykum. Va alaykum. Fazilat opa, Toshkentga keldingizmi? Ha, kecha kelgan edim. Fazilat, zerikmayapsizmi? Toshkent havosi qanday? Kecha men abedda keldim. Bir chang ko'tarildi, keyin yana tinchib qoldi. Yomg'ir yog'ish arafasida edi, lekin yomg'ir yog'ishni xohlamadi. Hozir kunda issiq dim shabada